Afsuski uzr so'raymiz sizlardan sababi shunaqa katta Chimgan darvozani ochib qo'yganimiz uchun. Obzor qilib ko'rsatib beramiz, ketdik. Xudo xolasa vamiz. Endicha odam hayajon bosyapti. Mana bu kir kelishinglar bilan 10 taraf kottejlar. Oilaviy sinfdosh kursdoshlar bilan kelasizlar, maza qilasizlar. Atmosferani ko'ryapsizlarmi? Orqa taraf qor, bu yoq tog', bu yog'i bog'. Bunaqa joy faqat Chimgan darvozada bo'ladi. Yoni qaranglar, bola chaqa bilan kelib o'ynab, kulib, varrel ichiradigan joy. Bu yog'i xudo xolasa tez kunda bitadi. Mana bu katta basseynimiz ham bityapti. Oldidagi kafemiz ham 1 oyda bitadi. Kirib bemalol qishin yozni maza qilib dam olib ketasizlar. Bundan tashqari 40-50 ta kilovatimiz bor. Hozir kilovatlarni ham ko'rsatib beramiz. Endi sal xafa bo'lmaysizlar, remontlarimiz bor. Remont bo'layotgan bo'lsa ham ishlayapmiz. Hozir kelasizlar. Oilaviy bemalol kottejlar dam olasizlar, kottejlarni ko'rsatib, basseyni bor, qor. Yozda maza qilasizlar. Qorga qaranglar, qorni. Basseynda cho'milyapsizlar, qorga qarab turibsizlar. Bunaqa atmosfera faqat Chimgan darvozada bo'ladi.